Ertaga u bilan uchrash. Agar ma'qul bo'lsa, to'yni boshlab yuboramiz. Yuvinib keyin kirsangiz bo'lmaydimi uyga? Xudojon, musichani ham ini buzilmasin ekan. Bu bir butun oila-ku. Bu uyda men sizlarni quvib chiqaraman. Meni bu uyga hisob kelganingiz yo'q. Demak, haydashga haqqingiz ham yo'q. Yana nima yetmayapti senga? Ayt. Yana nima qilishim kerak? Bitta eringni eplab ishga jo'nata olmaysan. Ering uylandi. Oilang buzildi. Ustingizdan yozib berganim alam qilyaptimi? Tergovga chaqirishyaptimi deyman? Men hozir tarbiyani qayerda sen bilan xato qilganimizni Yana ortimizdan yuribdi shekilli. Qo'ysingchi o'sha pakanani. Siz qanaqa mos ko'ryapsan o'rtoq, tasavvur qilgin. Xuddi tilla o'ziga ko'mir yopishtirib qo'yganga o'xshaydi. Umuman to'g'ri kelmaydi bizga. Qo'y shu gapirma shuni. Qo'ysingchi, bu yog'ini oshirib yubording. Hech ham oshirganim yo'q. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi keldingmi qizim? Rahmat, yaxshi. Mehmon keldimi uyga? Yana sovchilarmi? Yana sovchilar. Dedangni qanaqadir tanishlarimi? Mani qat'iyati bilan ishim yo'q. Men oldin yigit bilan ko'rishaman, yoqmasa o'sha zahotiyoq javobini oladi. Qizning o'ziga bo'lgan ishonchi baland. Shuning uchun oyisiga meni bu husni jamolimda nima ersiz qolib ketadi deb o'ylaysizmi, oyi deydi. Onasi juda ham xavotirda. Bunday dema. O'zingga katta baho berma qizim. Bir kun ersiz qolib ketsang nima bo'ladi deydi. Ammo beparvo qiz ustini almashtirib chiqqani uyga, xonasiga kirib ketadi. Hoy qiz. Bu nima qiliq? Bekorchilikdan video o'tuvdim. Menga qara, dadang chaqiryaptilar. Senda gaplar bor ekan. Kechaga kelgan sovchilar haqida gaplashmoqchilar shekilli. Yanami? Menga qara, dadangni jahllarini chiqasa ko'rma. Assalomu alaykum. Men onangga aytmoqchi bo'lgan gaplarni yaxshisi o'zingga yotiq bilan tushuntirib qo'ya qolay. Senga sovchi yuborgan yigitni men yaxshi taniyman. To'g'ri so'z, halol, oilaparvar. Ertaga u bilan uchrash. Men ish topmoqchi edim, dada. Orzularingni hurmat qilaman, qizim. Ammo oila birinchi o'rinda. Men seni hech narsaga muhtoj qilmay katta qildim. Ammo endi bu gal meni so'zimga kirishingga to'g'ri keladi. Oila muqaddas. deydi-da, nuqta qo'yadi suhbatga. Menga boshqa gaping yo'qmi? Yaxshi o'tiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ozodaxon, yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Sir bo'lmasa, qaysi sohada ishlaysiz? Endigina ishga joylashdim. Qayerga? Toshkent yo'lovchi vagonlarni qurish zavodiga. Hozircha to'g'ri, endi ishni boshladim. Hali Xo'sh. Uchrashuvga bordingmi? Yigit yoqdimi? Yoqmadi. Yonda o'lib qolay dedim. Meni orzumdagi bola emas ekan. Nimasi yomon qizim, ishi bor, uyi bor, nima qildi, halol mehnat bilan pul topadigan yigitga o'xshaydi, dedi ona. Shu ham ishmi? Qanaqadir vagonchimi? Menga unaqa ish bo'lmaydi. U meni orzumdagi yigit emas, oyi, dedi noshukur qiz. Men onasi bilan gaplashdim. Onasi juda ham bama'ni, mehrli inson ekanlar. Juda ham yaxshi ayol. Oyim, men unga tegmayman. Undan 100 marta chiroyli, puli ko'p bolani rad qilganimda kelib shunga tegaman. Unikasan, mehr ko'zda. Hech bo'lmasa siz meni tushunasiz deb o'ylagandim. Hoy qiz, tavba. Kimga o'xshadi bu qiz? Tavba qildi. nonushta qilmaymiz a? Hozir bu narsa pishirib beramiz. Ha yo'q. Kechikyapman. Ozoda. Meni kiyimlarimga e'tiborsizlik qilyapsan. Bitta kiyim uchun shuncha urushmang, dedi beparvo xotin.
sen nima deydi-da erkak xonadan chiqib ketadi. Ayol esa deb o'zi bilan o'zi ovora bo'ladi. Tavba, o'zini bir katta firmani egasiman deb o'yladi shekilli bu. Boshi qora moydan chiqmaydi-ku, katta ketishiga o'ylayman buni. Nimaga ham tegdim shunga o'zi? Bugungi kunda muzey kolleksiyasida tarbiyasining asosiy maqsadi bog'cha yoshidan boshlab bolalarda ijobiy to'g'ri dunyoqarashni Yuvinib keyin kirsangiz bo'lmaydimi uyga? didini o'stirish hisoblanadi. Hidingizga chidab bo'lmayapti. Ishimni juda yaxshi bilasan. Ertalabdan kechgacha vagonni remont qilaman. Endi odam terlaydi-da. Qurib ketsin shu ishingiz. Uyalaman sizni dugonalarni ko'rsatishga. Siz ham bundoq bir odamga o'xshab chiroyli kiyinib, chiroyli ofislarda ishlasangiz bo'lmaydimi do'sti dushmanlarni kuydirib? Men birov uchun ishlamayman. Undan ko'ra kiyimlarimni yuvib dazmollashni o'rgansang bo'lardi uyda yotavermasdan, dedi erkak g'azablanib. Men shu holimda shuncha ish qilaman. Biror marta rahmat aytdingizmi menga? Bolam, kelin achchiq qilib chiqib ketdi-ya. Nima, janjallashib qoldinglarmi? Oyi, ustimdan kelayotgan hid yoqmas ekan. Nima qilay, ishlagandan keyin odam terlaydi-da, desa, ona, voy bolam, qo'yaver. Bu hozir og'ir oyoq bo'lsa, homilador paytda o'zi shunaqa bo'ladi. Ahamiyat berma. O'tib ketgandan keyin eson-omon tug'ib bag'riga bossin, hammasi o'tib ketadi deb ona ovutishga urinadi bolani. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin-da ona, deydi hafsalasi pir bo'layotgan erkak. Sen kiyimlaringni almashtir. Yuz-qo'llaringni yuvib olam. Biroq Ozoda, Oyi, tinchlikmi? Voy, vahima qilib qo'ng'iroq qilganingdan keyin o'zimni qayerga qo'yishimni bilmay qoldim. Nima bo'ldi, tinchlikmi? oyi, meni bu yerdan olib keting, yashagim kelmayapti u bilan. Uni ko'rsam asablarim buziladi. Ering ichmasa, chekmasa, urmasa, tepmasa, bundan ortiq qanday er kerak senga? Nega unday noshukursan, qizim? Deydi tanbeh berib ona. Sen qiz esingni yeb qo'yibsan. O'g'li ham xuddi o'zi. Axir bola otasiga o'xshaydi-da. O'xshamasin, umuman o'xshamasin. Menga o'xshagan chiroyli bo'lsin. Shoshma. To'xta. Aqling yig'. Men qaynonang bilan gaplashib ko'ray. Matlubaxon. Oldingizda juda ham xijolatdaman. xijolat bo'lmang. Xudojon, musichani ham ini buzilmasin ekan. Qolaversa qizingiz hali yosh, nevaram ham juda injiq. Shuning uchun tunlari uxlolmay asabiy bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Men qizingizga o'zim yotig'i bilan tushuntiraman. Nima yordam kerak bo'lsa o'zim beraman. Siz xijolat bo'lmang, ketavering, xotirjam bo'ling, hammasi yaxshi bo'ladi, deydi tushungan Xudo. Juda ham mehrli, oqibatli ayol siz, Matlubaxon. Ilohim, dunyo turguncha turing. Oyi, och qoldim. Bor tuxum qovurib ye. Ertalab ham tuxum yedik-ku. Unda tosh ye, boshqa ish narsa yo'q. Bor dedim, asabimni o'ynama. Hittadanga o'xshamay ket. Umrimni egovi bila. Uyimiz erkagi ham keldi. Bugun ham o'lguncha otib olgandirsiz. Salom qani. Sizga salom xayf. Nima qilay? Ayt. O'z onamni akamnikiga chiqarib yubordim. Allohida ro'zg'oring bor, farzandlaring bor, nima yetmayapti yana senga nima kerak, deydi jahllanaver. Ha, to'g'ri, hamma narsam bor. Faqat ko'nglimdagidagi er yo'q. Er, tushunyapsizmi? Siz boshqa dunyo, men boshqa dunyoman. Nega tushunmaysiz? deydi jahllanib xotin. Shu paytgacha ko'zlarim ko'r bo'lgan ekan. Shuncha yildan beri na bolalarga e'tibor berasan, na menga qaraysan. Qanaqa ayolsan? Avval yoqangizni hidlang. Har kuni sasib ichib kelasiz, yana menga aqllilik qilasiz. O'chir dedim men senga. Olib bermayman yana bir og'iz gapirsang. Urasizmi? Hali siz qo'l ko'tarmoqchimisiz? Uring! Uring dedim. Dugonalar merlari jaraq pul topadi. Ayoliga e'tibor beradi. Siz ishdan, sasib kelishdan boshqasiga yaramaysiz. Sanjar, yig'lama.
Ozoda, o'zingmisan? Qalaysan, o'rtoq, yaxshimisan? Yaxshimisan? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Voy, bolalaringmi? Ha, bolalarim, salom beringlar. Assalomu alaykum. Az xonadonligingda rosa ering yaxshi ko'rgansan shekilli, xuddi o'zi bo'pti. Ha, judayam. O'zingda nima gaplar deydi. Menda biz kechagina chet eldan keldik. Chet el yurib charchadim ochig'i. Ertagindan yana ketishimiz kerak deydi maqtanib dugonasi. Yuz ko'zingdan ko'rinib turibdi, biroz charchabsan Ozoda deydi. Endi bola boqish oson emas-da deydi. Oy, men bilgan Ozoda shumi? Hamma narsaga ulgurarding-ku deydi kulib dugonasi. Shunda ha endi shunday-da. Mayli, sen uchun xursandman deydi-da xayrlashishadi. Ahmoq qizni baxtini ko'r deyishgan shu bo'lsa kerak. Yurardi, burnini tortib. Mana endi dimog'idan qurt yog'adi. Hali men kimligimni ko'rsatib qo'yaman. Qara. Yo'l bo'lsa qayoqqa ketyapsan? Yaxshi kunlarni kutib, sabrim tugadi men. Qara, sen yana qanaqa yaxshi kunlarni kutyapsan? Ey, bir ayolga kerak hamma narsang bo'lsa, uying bo'lsa, joying bo'lsa, bolalaring bo'lsa, yeganing oldingda, yemaganing ortingda. Senga yana nima kerak? Menga kerakli narsalar sizni tushingizga ham, aqlingizga ham kirmaydi. Men sendan iltimos qilaman, sabrimni sinama. Oy, men senga farzandlarimiz uchun ham chidab kelayotgandim. Qo'lingizdan kelsa, javobimni bering, deydi ayol. Uydagilarim majburlamaganda ikki dunyoda ham sizga turmushga chiqmagan bo'lardim. Seni mana shu qurmacha qiliqlaring bo'lgan. Aytyapman-ku. Qo'lingdan kelsa javobimni ber. Men seni javobingni berdim. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Yo'qol. Turmushimiz mana shu yergacha ekan. Mayli. Men ularni senga berib qo'ymayman. Nima qilib bo'lsa ham bolalarimni senga berib qo'ymayman. Biror narsa deng. Endi nima bo'ladi? Bilmayman. Bolalar qayerda? Eriga tashlab ketdi. Ahmoq. Tarbiyani qayerda sen bilan xato qilganimizni o'ylab o'tiribman. Endi bilganini qilsin. Ishga ketyapsan? Ha, ishga. Pardozingni juda ham oshirib yuboribsan. Har holda nufuzli firmani kotibasiman. Shunaqa degan. Bolalaringni sog'inmadingmi? Sog'inishsa o'zlari kelishadi. Ering uylanibdi. Xabaring bormi? Qanaqasiga? Sud bergan muhlati hali tugamasdan uylanib optimi u? Ukangni xotini ko'rgan ekan. Shundan beri menga qovoq tumshuq qilib yuribdi. Nima, men uni uyida yashayotgan ekanmanmi? Menga qovoq tumshuq qiladi. Yoqmayotgan bo'lsam-chi, o'zim alohida ijaraga chiqib ketaman oyi. Ering uylandi. Oilanglar buzilib ketdi. Men sizlarni yarashib ketasizlar deb o'ylagandim, qizim. Men u pastkashi sudga beraman. Xotin ustiga xotin olishni ko'rsatib qo'yaman men unga hali. Shunday oilangni barbod qilding. Nimaga meni ayblayverasiz? Axir men ham dunyoga bir marta kelaman. O'zim xohlaganda yashashga haqqim yo'qmi meni? Bolalaring-chi? Bolalaringni o'ylayapsanmi? Otangni ham mazasi yo'q. Meni-chi? Meni ham o'ylayapsanmi? Ey, bundan keyinchi qizim, bilganingni qil, deydi-da xafa bo'lib ona xonani tark etadi. Keyingisini ko'rsak. Oho, men siz yashash mazza bo'lsa kerak-a? Asal. Oyijon. Oying borligi esingdan chiqib qoldimi, o'g'lim? Nima kerak senga? Xotinchangizni oldida o'zingizni sher qilib ko'rsatmay qo'yavering. Bas qil. Muddoga o't. Nimaga kelding? Bu sud qarori. Mana shu uyning ikki xonasi meniki. Xohlagunimcha yashayman. O'sha ikki xonangga yo'qol. Sendan iltimos, bizni boshqa bezovta qilmagin. Tik.
Ay, karnım aç. Yuringlar, sizlarga ovqat sizib beraman. Ke. Qani? Ovqatingni olib kel. So'ra qizim. So'ra. Bugun Sanjarbek kechqurunga manti buyurganlar. Xudo xolisa mantiymiz. Xuddi o'zimda. Men nimani yaxshi ko'rsam, u ham xuddi o'sha narsani yaxshi ko'radi. Fe'li ham xuddi o'zingizga o'xshagan mehribon. Bilasan, bu maqtovdan keyin ishlamagan odamman borib mazza qilib ishlab keladi. Ha. Xo'p, mayli. Tavba. Shu erkakni nimasiga bunchalik mehribonlik qiladi bu? Dur keptimikan? Qani? Sekin. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Qatga ketyapsizlar? Ularni yetaklab qatga yo'l oldinglar. Bu bolalar bitta seniki emas, meniki. Xohlasang borana xonangga. Faqat sendan iltimos. Bizning ishimizga burningni suqma. Ustizdan yozib berganim alam qilyaptimi? Tergovga chaqirishyaptimi deyman? Chaqirishyapti. Boryapman. Sendan qutulsam bo'ldi. Mendan osonlikcha qutula olmaysiz. Bilganingni qil. Mashinaga o'tirib qo'yinglar. Ha, mashina oldingizmi? Xotinimni oyog'i qutliq keldi. Ozoda. Men qara. Ketishda o'zing xohlading. Keyin hech kim seni majburlagani yo'q. Sendan iltimos. Mana shu uyda borliging ham, yo'qliging ham sezilmasin. Baraka toping, assalom. Saçlardı manga. Bo'ldi, qilasizlarmi yo'qmi? Maqsading nima sani? Kelayim zo'r o'yin. O't bu yoqqa. Nima, meni bolalarimni ajratishmi sani maqsading? Meni tugib qo'yaymi men sani? Meni bu uyga siz olib kelganingiz yo'q. Demak, haydashga haqqingiz ham yo'q. Uy, meniki. Xohlasam olib qolaman, xohlasam haydayman. Mana sizga sud 2 xonani berib qo'ygan. O'sha uy sizniki. Qolganiga ishingiz bo'lmasin. Ha, hali shunaqami? Sen nega meni bolalarimga yomon ko'rsatib yuribsan, dedi. Men yomon ko'rsatganim yo'q. Bolalaringizdan so'rang. Men qachondir sizlarga onangizni yomon dedimmi? deb savol berganda bolalar yo'q deyishsa, ha, bolalarimni ham o'zing o'rgatyapsanmi? Ey, menga qara, men bu uyda bir daqiqa ham turmayman. Qani ketdik bolalar deganida bolalar, yo'q oyi, ketishni istamaymiz deyshadi. Bolalar ham qarshilik qilishadi, ketishni istashmaydi. Ben qolaman. Yo'q, shunaqami? Aytdim-ku, bolalarimni menga qarshi qayragansan deb. Men hech narsa qilganim yo'q. Xohlasangiz ishoning, xohlamasangiz o'zingiz bilasiz. O'zi senga nima kerak? Nima xohlayapsan? Bolalarimni o'zingizga o'rgatib olmanglar. Ana, xotinchangizga bola kerak bo'lsa, o'zi tug'ib olsin. Meni bolalarimga yopishmasin. Tushundingizmi? dedi eri. Menga qara, ketayotganingda bolalar haqida o'yladingmi? O'ylaganing ham yo'q. Ishingiz bo'lmasin sizni, dedi baqirib xotini. To'g'risini ayt, meni baxtliligimga hasad qilyapsan-a? dedi eri o'tirib kulib. Ya'ningiz bu? Menga nima qizig'i bor? Siz baxtli bo'lasizmi, baxtsiz bo'lasizmi? Bolalar kim yaxshiligini juda yaxshi biladi. Demak, xohlashmayaptimi? Ketishmaydi. Ana shu uyda otasi bilan birga qoladi. Sudma-sud yugurib yurganingda ko'rasan hali. Erimning hokisorligini, mehribonligini qadrlamabman. Bechora, hali ham shuncha yil chidab yashadi. Ijarada yolg'iz yashayapman. Hech kimga kerakmasman. Hamma mendan voz kechishdi. Men nima bo'ldim? Ozoda, nabiralarni kechdi. Qani, bora qolinglar. Va alaykum assalom. Ayog'ingiz og'rimabdimi? Kim bilan keldinglar? Dadam bilan. Qani dadang, qayerda? Dadam pastda bizlar kutib turibdi. Dadam sizga mana buni bermoqchi edi.
onam ketaman. Ketasanmi sana? Yana biza kelamiz. Jonim. Kelinglar faqat, xo'pmi? Men bitta o'zim kutib o'tiraman sizlarni. Xayr. Qozonga ovqat solib qo'ydim qizim. Men ham uyga bora qolay. Dadang ishdan qaytgunlaricha men uyda bo'lishim kerak. Qo'ng'iroq qilarsan. Siz boravering. O'zim bir amal yurman.